Tibbiyot ilmining otaxonlaridan biri Abu Ali ibn Sino kasalliklarning tuzalishi uchun 3 ta sababni aytib o'tadi. Birinchi, turmush tarzini o'zgartirish. Ikkinchisi, ovqatlanish tartibining o'zgartirishi. Uchinchisi, kasal bo'lgan vaqtda dori-darmonga yuzlanganda dori-darmonga iloji boricha o'simliklardan olingan, giyohlardan olingan dori-darmonlar bo'lishini ta'kidlab o'tadi. Oddiygina aytilgan so'zlarning zamirida juda katta ma'no yotadi. Demakki, turmush tarzini o'zgartirish deganda ish tartibida toliqish bo'lsa kamaytirish, o'tirib ishlash bo'layotgan bo'lsa ko'proq jismoniy mashqlar bilan almashtirish, ovqatlanish tarkibidagi va tartibidagi o'zgarishlarni o'zgartirish va agar dori-darmonlar kerak bo'ladigan bo'lsa faqat o'simliklar, giyohlardan olingan dorilar o'zini samarasini berishini ta'kidlab o'tgan. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Bu faqat siz uchun kerak bo'lgan narsa. Salomat bo'ling.